gosh, look at this. Turn them on and boom, absolute magic. I got a huge pack for my fence. They are super solid. No cheap plastic here. With one click on the remote, yes, they are 100% waterproof. Rain or storm, they just keep glowing. Perfect for a backyard party. Cheers, guys. Thank you, man. Ana kadar boştan zaten. Akirde geçin gibi tabii geçtiniz ya. Hani boşluk. Qiladi bular quyosh batareyalari mana quyoshdan zaryad olib, hech ko'rinadi bemalol uyingizga yorib beradi Xudo xolasa. Xo'p, yaqinlar endi buni chiroqni o'chirib, chiroqni sinab ko'ramiz. Ketdik. Mana yaqinlar eshiklarga bunaqa o'rnatib oldik. Mana ko'ringlar. Ikkinchisi. Mana bu tutamiz. Wow. Wow, dahshat. Ikkinchisi. Wow. Wow, nima bu? Nima bu yaqinlar? Chiroqni o'chiramiz. Wow, wow, bo'lishi mumkin emas. Voy, tasavvur qilyapsizmi, buni devorga qo'ysangiz nima bo'ladi? Qarang, hech qanaqangi zaryad qiladigan joyi yo'q. Mana shu quyosh batareyasidan unaqa zaryad. Juda chiroyli narsa ekan. Alloh, nima narsa bo'ladi? Nimaga Xitoy 2002-yilda so'rar ekan? Dahshat. Yaqinlar, buni bosish kerak. Bu narsani uyga bosish kerak. Wow, yaqinlar, dahshatsiz so'nishli batareyali lampalar topdik bugun. Sizlar buni olmasanglar bo'lmaydi. Uylarga, ikki devoriga, bu yog'iga 10 ta, bu yog'iga 10 ta qo'ysanglar 20 ta bo'ladi. Xullas yaqinlar, buni sizlarga olishga tavsiya qila olaman. 10 dan 10 bar beraman. Juda ham chiroyli narsa ekan. Xullas, kanal videolarimga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Allohga omonat.